Kriptovalyutada alt sezonni kutib charchaganlar uchun zo'r maslahat. Agar siz Bitcoin narxi tebranishidan charchagan bo'lsangiz yoki altcoinlarni qachon o'sadi deb sabringiz tugagan bo'lsa, sizga bitta zo'r kriptovalyutani tavsiya qilaman. U boshqa kriptovalyutalarning narxiga qaramasdan o'zini yo'li bo'yicha o'sib kelmoqda. Ushbu kriptovalyutaning nomi Tron. Tron nega bunchalik uzoq muddatda faqat va faqat tepaga o'syapti? Sababi eng katta stablecoin USDT, ya'ni blockchaindagi elektron shakldagi dollarni tranzaksiyalarni, o'tkazmalarni amalga oshirish uchun eng ommabop blockchain aynan Tron blockchaini hisoblanadi. Va xorijga, boshqa davlatlarga katta miqdorda USDT o'tkazadiganlarni aksariyati faqat va faqat Tron blockchainida ishlashadi. Va bu o'tkazmalarni amalga oshirish uchun albatta ular Tronni komissiya sifatida to'lashlari, buning uchun Tronni sotib olishlari kerak bo'ladi. Va natijada Tron kriptovalyutasiga bo'lgan talab doimiy o'sib boradi. Agar siz Tronga investitsiya qilsangiz, kelajakda barqaror o'sishdan foyda qilishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lsa, unga like bosishni hamda yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.